Bugun Angliyada haqiqiy klassikoga aylanib borayotgan super final bor do'stlar. Hamyurtimiz Abduqodir Husanov jamoasi Manchester City amaldagi APL chempioni Arsenalga qarshi Angliya Super Kubogi uchun maydonga tushadi. O'tgan mavsum Arsenal uzoq kutilgan APL chempionligini qo'lga kiritib, Manchester Cityni 7 ochkoga ortda qoldirganligini yaxshi eslasangiz kerak. 85 ochko bilan Mikel Arteta shogirdlari 14 marotaba Angliya chempioni bo'ldi. Yozda Arsenal ajoyib transferlarni amalga oshirdi. Newcastledan Bruno Gimarayshni 75 millionga xarid qilgan bo'lsa, Greg Vengerga bo'lgan Kristof Zolisni ham ular jamoaga olib kelishdi. Lekin shuni ham inobatga olishimiz kerak. Jamoaning asosiy himoyachilaridan biri bo'lgan William Saliba 7 oyga safdan chiqdi. Ayniqsa bugungi o'yinda ham bu o'z so'zini aytmasdan qolmasa kerak. Arsenal Super Kubok oldidan 4 ta o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazdi. 2 ta g'alaba va 2 ta mag'lubiyat. Manchester City esa o'tgan mavsum APLni 2-o'rinda yakunlagan bo'lsa ham, Liga Kubogi va Angliya Kubogini qo'lga kiritganligini unutmagansiz. City yozda rekord darajadagi 116 million funt sterlingga Elion Andersonni sotib oldi. Shu bilan birga Rodri Barselonaga ketishga yaqin. Bernardo Silva Real Madridga, John Stones esa Interga ketdi. Jamoa Rodri o'rniga Chelsea futbolchisi bo'lgan Enzo Fernandesni olishga jon-jahdi bilan intilyapti. Eng qizig'ini sizga aytadigan bo'lsam, o'tgan mavsumda APL Arsenal chempion bo'lgan bo'lsa ham Manchester City bu jamoaga mag'lub bo'lmadi. APLda 1 g'alaba, 1 durang va Carabao Kubogidagi 2-0 hisobidagi g'alabani siz yaxshi eslasangiz kerak. Ana endi bu ikkala jamoa soat 19:00 da Angliya Super Kubogi uchun maydonga tushadi. Ushbu o'yinni jonli efirda hech qanday qotish yoki uzilishlarsiz o'zbekcha sharhda tomosha qilishni istasangiz, hoziroq profilim opisiyaniyasida ko'rsatilgan link ustiga bosasiz, Telegram kanaliga qo'shilib so'rovini jo'natasiz, men esa uni darrov qabul qilaman va siz o'yinni biz bilan birgalikda tomosha qilasiz. Aytgancha, sizga savolim: Angliya Super Kubogini qaysi jamoa qo'lga kiritadi? Arsenal yoki Manchester City? Izohlarga yozib qoldiring, bu men uchun juda ham muhim.